Ramazon oyining birinchi kuni. Barcha mu'minlar intiqib kutgan kun. Oila davrasida birga saharlik qilinadi. Erta tongda kun barakali o'tishi uchun avvalroq harakat boshlanadi. Bu oyda vaqtimizning har soniyasini mazmunli o'tkazishga harakat qilamiz. Hamkasblar va do'stlar davrasida vaqtimiz yana ham maroqli va fayzli o'tadi. Mutolaa kun davomida vaqtingizni samarali o'tishini kafolatlaydi. Kun yakunida esa oila davrasiga shoshamiz. Ramazon oyida esa oilamizni xursand qilish doimiy odatimiz. Oilamiz vaqti ham mazmunli o'tishi uchun eng yaxshi sovg'a esa kitob. Ular yuzdagi quvonch bizni yanada ruhlantiradi. Ramazon oyining barakotini oila davrasida his qilish yoqimli. Qamar bilan Ramazon oyingizni mazmunli o'tkazing.